Hamma obunachilarga hello, sizlar bilan Jasur Gamer do'stlar. Bugun biz izmirliklarimizni, ya'ni hangi qishloqqa boramiz do'stlar. Olg'a. Va o'sha yerdan uy sotib olib, o'sha yerda yuramiz. Bugungi video merini sarguzashtlar 2 faqat boshqacha uyda. U do'stlar qaranglar qishloqni. Ben bu agratmalar, ben bu meniki. Короче. Menimcha bu mer, ben bu mer. Tak mer, sizmisiz? Ha, men. Kiraver. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Sen kimsan? Men qishloqlarga yangi ko'chib keldim. Shu yerdan uy sotib olsam bo'ladimi? Bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Necha stak izmirut? 5 stak izmirut. Faqat oxirgi so'lasa, chunki birinchisi ochilmaydigan, ikkinchisi sening nima desam, sening soliqlaring. Hali shu hozir sizga 5 stak beraman mana. Do'stlar, mana janob merga 5 stak bersak, shuni menga yana qaytarib oylik berasizmi? Ana 5 stak so'm. Ha, o'shani senga oylik qilib qaytarib. Hop. Aytgancha, magazin qayerdaligini bilmaysizmi? Ana orqadagi to'g'ridagi uyda. Ha, rahmat. Ikkita o'xshaydi do'stlar. Nima bu? Assalomu alaykum janob sotuvchi. Va alaykum assalom. Menga birinchi mana mushuklar qochib tur. Instrumentlar necha pul? Instrumentlar necha pul do'stlar? Shishal ovozda gapiraverman. 2 stak. Mana 2 stak shu yoqqa solib qo'ydim. Olaveraymi? Ha, olaver. Olaveraymi? Rostdan? Ha, olaver. Do'stlar, qaranglar, o'zi biza lopatkali, kirkali bo'ldi do'stlar. Qanaqasi bu? Do'stlar, короче. To'xtang, sizlar ovqatdan bormi? Ha, ikkinchisida. Ha. Mana qarang, bitta stekdan hozir 4 men bu 16 tasini olib qoldim, qolgan joyiga qo'yib qo'yaman. Ha, qo'y. Ha, xo'p. Do'stlar, ko'ryapsizlar. Puling bo'lsa g'am chekmaysan. Ya'ni nima demoqchi edim? Puling bo'lsa hech kimga zo'r bo'lmaysan. Do'stlar, 42 ta yaxshi. 45 ta iyi. Ha, to'g'ri. Janob 45 tasini solib qo'ydim. Ha, yaxshi. Unda bir stak instrumentlarga edi. Yana bir stak ovqatlarga. Ha, mayli. Xayr janob. Do'stlar, mana biz uyam sotib oldik. Bilmadim. Shunaqa kuchayib ketyapman do'stlar, kunga. Bilmadim, o'z instrumentlarimni hammalarini bekitib qo'yaman ertalab. Bo'lsa hozir o'zimni vertarimda tursa, ertalab turib video yoqaman do'stlar. Do'stlar, mana ertalab bo'pti.
o'zimga daraxt chopib keladi. O'zimga qanday qilaman, nima deydi? Sandiq. Yashin sandiq. Bilmadim qayta turishini o'zi aniqlay. Men bittadan 4ta tursa demak olg'a menda uyimda verstak bor. Shuning uchun Jaromir menga 5 stak ber degani yo'q bekordan bekorga. Agratni ham menga bergan agrat uchun 5 stak. Asli 4 stak instrumentlar ichidagi narsalarda ham 4 stak agrat pulsa ekan, shuning uchun 5 stak berdim do'stlar. 8 ta bo'lsa demak do'stlar shunaqa bo'larki 8 ta ketarkan do'stlar, yo'qmi yo'q. Buni qayerga qo'ysam? Xo'sh. Короче, mana bu yoqqa qo'yib qo'yaman. Do'stlar, bu sandiqqa e'tibor bermang. Sizlar deyman dedi. Keyin ular e'tibor bermasa bo'ladi. Kecha bugun Jaromir birinchi kunligi uchun soliq olib berishim kerak. Ichiga olib qo'yay do'stlar, nima bo'ldi bu? Wow, do'stlar, qaranglar. Menimcha kim qilgan bo'lsa ham yaxshi qilibdi. Unda polizini qilib videoni yo'q. Xo'sh do'stlar, mana yig'ishtirib oldim. Endi Janomirga olib beraman. Do'stlar, men buni eshikni olib ketaman. Taq Janomir. Bola. Taq Janomir kirsam bo'ladimi? Ha, kiraman. Voy, Janomir men soliqlarni olib kelgan. İkincisiga solayni. Ha, ikkinchisiga sol. Do'stlar, uni 6 tasini o'zimga olib qo'ysam bo'ladimi, Jaromir? Mana. Qo'ying. 6 tasi o'zingizga. 6 ta o'zimga. Короче, buni topshiraveraman. Buni non qilaman shekilli, bilmadim. Jaromir 6 ta sabzini olib qoldim. 9 ta bug'doyni qoldi. Mayli, o'ziga. Ha, mayli Jaromir. Ha, Jaromir kechagi izmirotlar turibdi bu joyda. Ha, turibdi. Akacha, menga sandiq yasab bera olmaysanmi? Nechta Jaromir? Ikkita, bittasi bu tarafga, bittasi u tarafga. Mayli, hozir yasab olib kelib beraman. Shunchun. Demak, hozir do'stlar. Voy, do'stlar, buni ichimda emas. Sizlardan men ham Короче, olg'a men Janomirga taraf. Menimcha 3 ta chopsam kerak, chunki ikkitaga bitta yasalsa, demak bu safar 3 ta chopaman. Yetmeydi. Küçük geri şekilde. Beni geçirmeyeyim. Kim?
Yetmezse bilmedim. Ne yapacağım ya? Ben ne kadar aylantırsam bilemez. 16 sayılı yetmese yet. Do'stlar hozir mana bunday qilib janob merga olib borib beraman. Mana do'stlar menda taxti qolmadi. Janob merga demak ikkita sandiqni yopib beraman. Mana janob mer ikkita sandiqni olib keldi. Mana do'stlar mana shunaqa qo'yilgan. Mana yo'ldami janob mer, menga boshqa ishim yo'q. Hozircha yo'q. Bor bo'lsa aytaman. Ha, bunda. Ozgina murakkabli bo'ldi. Ammo do'stlar telefon bo'lyapti. Alo. Alo, Jasur uyaver. Ha, janob mer. Menga ikkita bir stak tosh bilan bir stak daraxt olib kelib bera olmaysanmi? Mayli, hozir olib kelib beraman. Xo'p. Do'stlar mazza qilib uxlayotgan ekanman. Bilmadim janob mer uyqumi buzdi. Bilmadim janob mer, avval bir stak tosh kavlayman, keyin bir stak daraxt. Bilmadim nima qiladigan janob mer. Endi kema yasasa kerak do'stlar. Do'stlar, voy jonim. Do'stlar, men daraxtni chopib olib videoga qo'yaman. Do'stlar, tunib qoldi, do'stlar ko'rsatmasdan qo'yam. Endi anaqasi bilan birga daraxt chopamiz olg'a. Menimcha janob mer hammaga kema yasalab bersak, chunki yarimni o'ziga, yarimni menga, yarimni jitirlarga beradi. Aniq janob mer. Ne bilaman. Men o'zimga masalan bitta olib qolaman. Bir stak tosh nima qiladi do'stlar? Hayronman. Bilmayman do'stlar, короче. 38 ta bo'ldi endi. Do'stlar, короче, men toshni kavlab ketaveraman. Kirkam kuchtiga boraveradi. Nima bo'lishini o'zim ham bilmayman. Kirkam kuchtiga esa va menga bitta 64 ta hozirda. Do'stlar, mana buni qaranglar. Kerak emas bular. Do'stlar bilan mana bu yoqqa ikkita taxla ursa, endi daraxt chopib do'stlar ishim chiqib qoluvdi. Chun voy. Do'stlar, mana qaytdim. Endi navbat daraxt kavlashga. Ularni o'zini daraxt kavlayman. Kavlaganimcha kavlayman. Chunki videom tugatib bormoqda.
Hamma obunachilar, sizlar bilan Jasur Gamer bo'ldi. Buni ikkinchi qismi, uchinchi qismi ham chiqadi. Hammaga xayr.